Ateroskleroz bu qon tomirida yog' bo'lakchalarining to'planib qolishi. Jinsiy holatga yaxshi qon bilan ta'minlansa, shunchalik qattiq turadi. Qandli diabet kasalligi bu qanaqa qilib elektr disfunksiyaga ta'sir qiladi. Ba'zi bir erkaklar jinsiy aloqadan kirishdan oldin kuchli stressda bo'lishadi. Keyingi sabablarimizdan biri bu pornografiya. Agar o'sha narsa bo'lmasa, xohish ham pasayib, o'sha jinsiy holatda ham qattiqligi pasayib qoladi. Hozirgi rivojlangan zamonda ortiqcha vaznga ega insonlar juda ham ko'p. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuimiz erektil disfunksiya, ya'ni turmay qolishi. Bunga ba'zi bir sabablar bor. Men bugun sizlarga asosan 5 ta sababni sanab o'taman. Birinchi sababi qon tomiridagi muammolar, ya'ni ateroskleroz, qo'shimcha yondosh qandli diabet, ko'p chekish. Jinsiy holatga yaxshi qon bilan ta'minlansa, shunchalik qattiq turadi. Agar unda qon kelishi muammosi bo'lsa, jinsiy holat qattiqligi ham turmasligi ham kuzatilishi mumkin. Birinchisi ateroskleroz. Qanaqa? Ateroskleroz bu qon tomirida yog' bo'lakchalarining to'planib qolishi. Ba'zi bir yoshlar o'tirgan sayin kam harakatlik va qo'shimcha kasalliklar hisobiga qon tomirida yog' bo'lakchalari to'planib, uni o'tkazuvchanlikni pasaytiradi. Buning natijasida jinsiy holatga ham qon oqib kelishi kamayadi. Buning uchun qat'iy ravishda yog'li mahsulotlardan cheklanish kerak va sport bilan shug'ullanish kerak. Agar qon oqimini tiklanib, yog'li mahsulotlarni kamaytirsa, bunda sizda o'sha qon oqimi yaxshilanib, ateroskleroz xavfi ham kamayadi. Ikkinchisi bu qandli diabet. Qandli diabet uy sharoitida to'liq davolab bo'lmaydi, lekin sizda qandli diabet ba'zi bir belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni tez ochqab qolish va tezlik bilan vazn yo'qotishi, ko'p seyish, ya'ni har bir hojatga borganda 300-400 grammdan oshiq seyish, bundan tashqari ko'p shirinlik yoki shunga o'xshagan mahsulotlarga talabni oshishi sizda ba'zi qandli belgilarning eng erta belgilaridan bo'lishi mumkin. Qandli diabet kasalligi bu qanaqa qilib elektr disfunksiyaga ta'sir qiladi? Buni mexanizmda bunda qon tomirlarini toraytirib, ba'zi bir qon tomirlaridagi nerv oxirlariga ham ta'sir qiladi. Buning natijasida yana o'sha jinsiy holatga qon oqim kelishi pasayib, uning sezuvchanligi kamayadi va qattiqligi ham shu miqdor pasayadi. Albatta sizda qandli diabet kasalligi bor yoki yo'qligini bilish uchun qon analizi ham topshirib ko'riladi. Agar sizda qandli diabet bo'lsa, buni albatta endokrinolog bilan maslahatlashgan holda va urolog, seksopatolog bilan birgalikda davolagan ma'qul. Ikkinchi asosiy sabablarimizdan biri stress, uyquning kamligi. Agar sizda doimiy stress, charchoq, uyqu buzilishi bo'lsa, bu albatta jinsiy hayotingizga ta'sir qiladi. Ya'ni qanaqa? Ba'zi bir erkaklar jinsiy aloqadan kirishdan oldin kuchli stressda bo'lishadi, qo'rquvda bo'lishadi. Ya'ni hozir jinsiy aloqani tugatib qo'ysam vaqtida oldin yoki yaxshi turmay qolsa qo'rquv bo'ladi. Bu albatta sizda o'sha jinsiy xohishingizga va jinsiy holatdagi qattiqligini pasayishiga olib keladi. Yoki jinsiy aloqa vaqtida qanaqadir o'ylovda yursa, o'sha esiga tushib ketib, birdaniga kuchli stress hisobiga jinsiy holat yotib qolishi mumkin. Stress faktorini ko'pincha psixolog, seksopatolog, urologlar bilan birgalikda davolagan ma'qul. Uyquni kamligi bu bo'lishi mumkin o'sha ish bilan bog'liq, ya'ni kimdadir ish vaqti tunda yoki qanaqadir telefon, gadjetlar bilan ko'proq chalg'ib qolish. Kechqurun hech qanaqa ish bo'lmasa ham shunchaki uxlamasdan telefon, gadjetlarga vaqt sarflash bu sizda uyqungizni buzadi va o'z navbatida jinsiy hayotingizga ham ta'sir qiladi. Buni o'zgartirish uchun vaqtida uxlash kerak, o'sha kechqurun soat 10-11 dan keyin va ertaroq vaqtda turish kerak. Ishni esa siz tanlab olishingiz kerak. Bu sizga birinchi o'rinda sog'likmi yoki ishmi? Keyingi sababimizdan asosiysi bu testosteron pastligi. Testosteron pastligi qanaqa belgilar namoyon bo'ladi? Erkaklarimizda o'sha jinsiy xohish past, doimiy charchoq, asabiylik, o'z kayfiyatidagi o'zgarishlar shular bilan namoyon bo'ladi. Buni testosteronning miqdorini ertalab shu qon topshirish orqali aniqlanadi. Agar sizda testosteron miqdori past bo'lsa, buni albatta urolog bilan maslahatlashgan holda to'g'rilash ma'qul va hayot tarzingizni, ovqatlanish ratsioningizni to'g'ri yo'lga qo'ying. Albatta sport bilan shug'ullaning. Keyingi sabablarimizdan biri bu pornografiya. Ya'ni hozirgi gadjetlar olamida rivojlangan, internet rivojlangan zamonda har xil saytlar, har xil kanallar orqali pornografiyaga moyillik, pornografiyani ko'proq ko'rish ehtimolligi oshib ketyapti. Bu doim o'sha pornografiyani ko'rganda undagi tasavvuri, masalan, o'sha har xil videorolikdagi tasavvurlarni inson o'zida, miyasida hayotda ham xohlaydi. Agar haqiqiy hayotdagi jinsiy aloqa bo'lganda, agar o'sha narsa bo'lmasa,
xohish ham pasayib, o'sha jinsiy holatda ham qattiqligi pasayib qoladi. Bundan qutulish uchun asosan o'zini irodasiga bog'liq, shu irodani to'g'rilab unaqa videolarni ko'rmasa, bemalol bu omildan yo'qolishi mumkin. Oxirgi asosiy sababimizdan biri ortiqcha vazn. Hozirgi rivojlangan zamonda ortiqcha vaznga ega insonlar juda ham ko'p. Ya'ni har xil fast foodlar, kam harakatlilik, o'sha ishlash faoliyatida qulayliklar oshishning hisobiga hamma narsa o'tirgan joyida amal qilyapti. Buning natijasida ortiqcha vaznli insonlar ko'payib ketyapti. Ortiqcha vaznda shu qonda yomon sifatli xolesterin miqdori oshishi va ortiqcha vazn, ya'ni o'sha organizmda ortiqcha yog'ning ko'payishi bu bizga testosteronni ishiga ta'sir qiladi. Va buning natijasida jinsiy aloqaga ham, ya'ni jinsiy holatni qattiq turishiga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Ortiqcha vazndan qutulish uchun birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish ratsioni, ya'ni yeyotgan, qabul qilayotgan kilokaloriyadagi ozuqamiz sarflanayotgan nisbatan kamroq bo'lishi kerak. Shundagina siz o'sha ortiqcha vaznni yig'maysiz va ortiqcha vazndan qutulish ehtimoli. Yana bir asosiysi bu sport, sog'lom turmush tarzi. Bu sizga ham testosteroningizni oshiradi, ham jinsiy xohishingizni, hayotga bo'lgan qiziqishingizni, kayfiyatingizni ko'taradi. Va birinchi navbatda o'sha hayotda bo'lgan asosiy jinsiy aloqaning sifatini yaxshilash sizning butun ish jarayoningizga ham ta'sir qiladi. Uy sharoitida ba'zi bir sabablardan qutulish mumkin. Lekin asosiy muammo, masalan, testosteron kamligi, gormonal buzilishlar bo'lsa, albatta urolog bilan yoki seksopatolog, androlog bilan maslahatlashgan holda davo choralarini ko'rgan ma'qulroq. Agar yuqoridagi belgilar, qanaqadir muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying va biz sizga yordam berishga mamnun bo'lamiz.